Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqini təbрикләш murasimi ötküzüldü. Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqini təbрикләш murasimi ötküzülgən olub, bu murasimga 500-dən artıq Uyghur kişi qatnaşdı. Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqini təbрикләш murasimi ötküzüldü. Murasimga Avustraliyada yaşayotgan Uyg'urlardan 500'dan artıq kişi qatnaşdı. Murasim Qur'on Karim tilovat qilish va duo o'qish bilan boshlandi. Murasimda Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyətining raisi Nur Muhammad Turkistani içilish nutqi so'zildi. Keyin Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqiga atab ishlangan hujjatlik film ko'rsatildi. Murasimga Janubiy Avustraliya parlament a'zolaridan Hon Tognigo, Hon Zoe Betson, John Gardner, Tony Zapsiya qatarlıq arboblar söz qilib, Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqini təbrikledi və yaxşı tilaklar ifadaldi. Murasimda yana Avustraliya Dövlətlik İmamlar Kengashining a'zosi shundoqla Şərqi Türkistan Ulamolar birligining bayonotchisi Abdusalom Olim, Avustraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Dr. Mahamtimin A'la, Markaz Washingtonga joylashgan Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq programmasining raisi Zubayra Shamshiddin xonim, Janubiy Avustraliya Universitetining professori Muhammad Abdulla, Avustraliya Al-G'azali markazining raisi Afruz Ali, Adelaide Universitetining mudiri Dr. Martin Bailey apandi, onlayn shahar boshlig'i Lachlin Keelan qatorli kishilar munbariga chiqib so'z qildi va Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqini təbriklash bilan birga xizmat faoliyatlariga yuqori baho berdi. Murasim jarayonida Janubiy Avustraliya hukumati Madaniyat ministri tomonidan Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti qurulğanlığının 25-ci illiqini xotirlab taqdirnoma taqdim qilindi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim bu murasimni tabriklab, sinalg'liq tabrik ko'rinishi avatgan bo'lib, yig'in ahliga ko'rsatildi. Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti raisi Nur Muhammad Turkistanining bildirishicha, Uyg'urlarning Avustraliyaga ko'chmanlik tarixi 1992 yilda boshlangan bo'lib, shu yil 4-oyda Avustraliya Turkiston jamiyatini qurib chiqib, vatandoshlar uchun xizmat qilib kelgan. 1997 yil G'oljida yuz bergan 5 fevral qirg'inchilik sababidan nurg'un Uyg'urlar vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan va bularning bir qismlari Avustraliyaga kelib o'ltiraqlashgan. 1998 yili Janubiy Avustraliyaga yerlashgan Uyg'urlar Avustraliya Turkiston jamiyati nomini rasmiy holda Şərqi Türkistan Avustraliya jamiyatiga o'zgartib, jamiyatning yangi nizomnomasini hukumatga sungan va shu kundan tortib Şərqi Türkiston Avustraliya jamiyati rasmiy nomda faoliyat qilib kelmoqda. Nur Muhammad Turkistani apandining bildirishicha, Şərqi Türkistan Avustraliya jamiyati 1933 yil Qashqarda qurilgan Şərqi Türkistan Islom Cumhuriyatining davlat g'arbini jamiyat belgisi, davlat bayrog'ini bo'lsa ay yulduzliq davlat bayrog'i bo'lgan ay yulduzliq ko'k bayroqni jamiyat bayrog'i sifatida Avustraliya hukumatiga rasmiy anga oldirgan. Avustraliya hukumatiga rasmiy anga oldirgan bir qonunliq tashkilot bo'lib, bu jamiyat o'zining ijtimoiy, madaniy va boshqa har turli faoliyatlarda ijtimoiy unumlarni qo'lga keltirayotgan bir ommaviy tashkilotdir. Hozir Avustraliyada yashayotgan Uyg'urlarning umum nufusi 3000 atrofida bo'lib, asosan Adelaide, Sydney, Melbourne qatorliq 3 shaharda to'plashib o'tiraqlashgan ekan. Şərqi Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti Uyğurlarning aktiv qo'llashiga erishgan Avustraliya davlat tarafidan e'tirof qilingan idora boshqarish apparati sistemlik xizmat faoliyatlarida aktiv bir tashkilotdir.